alaykum aziz tinglovchilar. Qutlug' tongingiz xayrli va barakali bo'lsin. Yangi kun yurtimizga har bir xonadonga tinchlik, saodat va baraka olib kirsin. Sizning tongingiz quvonchga, orzu-umidlaringiz amalga oshishiga boy bo'lsin. Efirimizda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi biz bilan qoling. Biz esa sizga yaxshi kayfiyat, chiroyli tabriklar va samimiy so'zlar ulashishda davom etamiz. Bizda esa navbatdagi samimiy tabrik va biz boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Marguboxon onamiz bilan bog'landikmi? Onajonim, yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Tongingiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr. O'zimni tanishtirib o'tsam, onajonim, ayni damda biz sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan bezovta qilyapmiz, onajonim. Qayerdan? Kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan bezovta qilyapman, onajonim. Rahmat. Boringizga shukr. Birozgina vaqtingizni olsam maylimi? Mayli, rahmat. Rahmat onajonim, boringizga shukr. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad ila yuzlarga kiring. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz 60 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr onajonim. Bizni loyihamizga siz uchun chiroyli tabrik va dilnomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'ra olasizmi, kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Kim bolalarim bo'lsa kerak, yaqinlarimda. Albatta onajonim, barcha yaqinlaringiz nomidan musofir yurtda yurgan o'g'lingiz Faxriddin aka va albatta qiz keliningiz Ro'zixon opalar bizga murojaat qilgan ekan onajonim. Rahmat. Shu qatordan nevaralaringiz Guloyim, Umarbek, Akbarali, Muhammadali nomlaridan ham tabriklab qolamiz. Rahmat. Allohim umringizni uzoq qilsin. Yuzlarga kirib, yuzlardan oshib yuring ilohim. Rahmat. Boringizga shukr. Ijozat bersangiz, albatta chiroyli tabrik va dilnomalarini siz uchun o'qib eshittiramiz. Rahmat qizim, mayli. Farzandlaringiz Faxriddin aka va Ro'zixon opadan qabul qilib olasiz. Aziz va mo'tabar onajonimiz, sizga bo'lgan mehr va hurmatimizni ifoda etishga so'zlar ozlik qiladi. Siz farzandlaringiz uchun hamisha mehribon ona, biz uchun esa duogo'y, barakali nuringiz bilan yo'l ko'rsatuvchi insonimizsiz. Orzularimizga qanot bergan duolaringiz, qadamimizga kuch bag'ishlagan mehringiz uchun minnatdormiz. Shu qutlug' kunda sizga cheksiz sog'lik, uzoq umr, tinch va farovon hayot tilaymiz. Alloh doimo qalbingizni xotirjamlik bilan to'ldirsin. Xonadonlarimizga nuringiz tushib tursin. Biz siz bilan faxrlanamiz va sizga bo'lgan mehr muhabbatimiz cheksiz. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deb qolar ekan. Rahmat. Boringizga shukr. 2 satr she'rlarini ham siz uchun qoldirgan ekan. O'qib eshittirsam mayli onajonim? Mayli. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olamiz ona. Har narsadan qo'yib biz ustun sizni yaxshi ko'ramiz ona. Dard yo'qlasa uxlamaysiz hech, ming bor o'ylab kulolmaysiz hech. Aytaylik bugun kech bo'lmasidan sizni yaxshi ko'ramiz ona. 10 ta bo'lsa o'rni bor deysiz, har kun tashvish g'amimiz yeysiz. Biz yo'q, dunyo biz uchun nursiz, sizni yaxshi ko'ramiz ona. Boshimizga ish tushsa duo qilib qolaysiz har gal, sizni yaxshi ko'ramiz ona deb qolar ekan farzandlaringiz onajonim. Rahmat. Boringizga shukr. Va ajoyib taronalarimiz ham siz uchun yangrab o'tadi. Qabul qilib olasiz onajonim. Yaqinlaringizga dilnomalaringiz bo'lsa yozilib qoladi onajonim. Bolalarim shu meni baxtlarim. Umrlari uzoq bo'lsin, hammasini tanjallari sog' bo'lsin. Boringizga. Nevaralarim ham. Aytganingiz kelsin onajonim. Chiroyli taronalarimiz siz uchun yangraydi onajonim. Rahmat qizim. Boringizga shukr. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribon
Onajonim yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Boringizga shukr onajonim. Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling. Xo'p, rahmat sizlarga ham.